Endi C++da linked listni 5 ta tugondan iborat bog'langan list ko'rinishida strukturasida yaratamiz. Elementlarni bir-biriga bog'lab, qiymatlarni ekranga qanday chop etishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, kiritish chiqarish oqimini ulayapmiz. Include eostream. std fazosini uladik, using namespace std, int main asosiy funksiyalarni uladik va struktura ochyapmiz. Strukturamizni nomi node va u data butun qiymat qabul qiladi va ikkinchisi next ko'rsatkich esa nodga ko'rsatkich shaklida yaratiladi. Birinchi tugunimizni yaratyapmiz. Uni nomi node1. Mana u node yulduzcha node1 nomi va new funksiyasi yordamida yaratiladi. Endi uni datasiga qiymat berish uchun node1 ni datasi, e'tibor bering, mana bu strelka funksiyasi bu bog'lash vazifasini bajaradi. Ya'ni node1 tugunimizni ma'lumot qismi, ya'ni qiymat qismini 425 bilan bog'layapti. Ya'ni node1 ni qiymati 425 ga teng. Xuddi shunday node2 ni yaratyapmiz new funksiyasi yordamida va uni datasiga 595 qiymatni beryapmiz va endi ularni bog'lash uchun next mana bu ko'rsatkichdan foydalanamiz. Nima deymiz? Node1 ni next node2 ga teng deyapmiz. Ya'ni node1 ni qo'lini node2 ni qo'li bilan bog'ladik. Va natijada bizda 2 dona tugundan iborat linked list, ya'ni bog'langan ro'yxat hosil bo'ldi. Node1 strelka node2 ko'rinishdagi bog'langan ro'yxat hosil bo'ldi va ularning qiymati birinchisi 425, ikkinchisi 595. Endi ularni ekranga chop etish uchun cout funksiyasidan foydalanamiz. Cout chiqarish operatori yordamida node1 ni datasini chiqar desa agar, u bizga 425 ni, node1 ni next ni datasi desa agar, ya'ni bog'lanishni ko'rsatyapmiz bu yerda, 595 qiymatni ekranga chiqarib beradi. Mana buni endi dev C++ dasturlash kodida birgalikda ko'rib chiqamiz. Xuddi mana shu kodni kiritib, endi men 4 ta elementdan iborat bog'langan ro'yxat tuzyapman. Tugunlar soni bu yerda 4 ta. Mana shu tugunlarni o'zaro bog'lab linked list yaratyapman. Birinchi tugunning nomi node1, uni qiymati 15, ikkinchi tugunim node2, uni qiymati 35, uchinchi tugun node3, uni qiymati 55, to'rtinchi tugun node4 va uni qiymati 85. Endi ularni qo'lma-qo'l bog'lashim uchun node1 ni next ni node2 ga tenglashtiraman. Ya'ni node1 ko'rsatyapti node2 ni deganimiz bu. Node2 ni ko'rsatkichini node3 ga tenglashtiraman va node3 ni ko'rsatkichini node4 ga tenglashtirish natijasida bog'langan ro'yxatni hosil qildim. Va tugun qiymatlarni ekranga chop etishda, demak node1 ni datasi, node1 ni next ni datasi, ya'ni bog'lanishni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin chop etish jarayonida. Node1 ni next ni datasi va node1 ni next ni datasi ko'rinishida chop etib, mana natijani konsol oynasida ko'ryapsizki, 15, 35, 55, 85 va tugun qiymatlari chiqyapti. Ana endi xuddi shu jarayonni Pythonda ko'rib chiqamiz. Endi linked listni Pythonda yaratish uchun sinfdan, ya'ni klassdan foydalanamiz. Klass nomi, klass so'zidan, kod so'zidan keyin node, ya'ni tugun nomli klass yaratyapmiz, ya'ni identifikator nodeni beryapmiz. Def, ya'ni ichki init funksiyasi yordamida self bu bizga keyinchalik qiymatlarni berishda yordamchi vazifasini bajaryapti. Self ni datasi hozircha dataga teng, self ni next esa bo'sh turibdi. Endi Pythonda linked listni yaratish ancha osonroq. To'g'ridan to'g'ri nodga qiymatlarni berish orqali yaratamiz va tugunlarni bog'lashda nuqta ko'rsatkichi yordamida tugunlarni bog'laymiz. Demak, birinchi tugunimiz node1, qiymati 12, ikkinchi tugunimiz node2, qiymati 20, keyingi tugunimiz node3, qiymati -3, node4 ni qiymati 84 va 5-chi tugunimiz 52 qiymatlarni berdik. Endi ularni o'zaro bog'laymiz. Demak, node1 ni next node2 ga e'tibor bersangiz sintaksida bu yerda strelka emas, Pythonda nuqta qo'yiladi. Xuddi shunday node2 ni next node3 ga, node3 ni next node4 ga va node4 ni next node5 ga teng. Mana bu Pythonda linked listni hosil qilish ketma-ketlik. Mana bu videoda xuddi shu jarayon qanday bajarilayotganligini vizual ko'rinishda sizga tasvirlab beryapman. Tushunishingiz oson bo'lishi uchun. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi sizga topshiriqlarni berishni boshlayman. Demak, sizga birinchi topshiriq Pythonda 5 ta tugundan iborat bo'lgan linked list ro'yxat strukturasini yarating, elementlarni bir-biriga bog'lab, qiymatlarni ekranga chop eting. Va dastur kodlarini e'tibor bersangiz agar,
o'zingiz ham bularni tahlil qilib, ko'rib chiqib o'rganishingiz mumkin. 3-topshiriq sizga ixtiyoriy berilgan linked list, ya'ni yaratilgan linked listingizni o'rtasiga bitta element qo'shish masalasini ko'rishingiz kerak. Bu yerda ham sizga vizual ko'rinishda, video ko'rinishda topshiriqni beryapman. Topshiriqni RoboSmart Uz platformasining topshiriqlari bo'limiga kiritasiz. U yerda sun'iy intellekt ustozimiz sizni javoblaringizni tekshirib baholaydi. Mana bu qismda ko'rib turganingizdek, C++ dasturlash tilida xuddi mana shu element qo'shish ko'rsatilgan. Bu kodni ham o'zingiz tahlil qilib, o'zingiz yaratadigan kod bilan bir-birini farqini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. 4-topshirig'imiz bir bog'lamli bog'langan ro'yxat boshiga ko'rsatkich va k butun son berilgan bog'langan ro'yxatni birinchi katta tugunlar ko'paytmasini topishingiz kerak bo'ladi. Sizga kiritish uchun bog'langan ro'yxat qiymatlari va k ni qiymati berilgan. Natija sifatida sizga mana shu qiymat chiqishi kerak. Va oxirgi 5-topshirig'imiz linked listdagi barcha elementlarni k songa ko'paytiruvchi p qiymatini aniqlang. Ya'ni bu yerda kirish input qilinadigan qiymatlar va chiqish qiymatlari berilgan. Buni ham tahlil qilib RoboSmart Uzning topshiriqlar qismiga yuklab, ularni natijasini sun'iy intellekt yordamida baholanishini ham tahlil qilishingiz kerak. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bog'langan ro'yxatda elementlarni qo'shish va o'chirish qulay va oson. Ro'yxat uzunligi faqatgina kompyuter xotirasi va hajmi ko'rsatkich razryadiga bog'liq bo'ladi. Elementlarni dinamik tarzda qo'shish va o'chirish mumkin. Ro'yxatda element manzilini ro'yxatdagi raqam bo'yicha aniqlash murakkab. Ko'rsatkichlar maydonida qo'shimcha xotira zarur bo'ladi. Ro'yxatda ishlash massivga nisbatan sekinroq amalga oshadi va ro'yxat elementlari xotirada tartibsiz joylashgan bo'ladi. Bugungi linked list mavzusi shulardan iborat edi. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, RoboSmart Uz platformasining guruhiga yozishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat.